Bugungi taom retsepti sizlarga, taom esa kunni sovug'iga qaramasdan ishlayotgan mahallamdagi ustalarga. Turk millatiga mansub eng mazzali Iskandar taomini bugun birgalikda tayyorlaymiz. Lahm mol go'shtini yuvib qaparrak qilib to'g'rab olamiz. Qozonga yog' solib, yog' qizigach, go'shtlarni solamiz. Suvi sal tortilgach, yanada mazali bo'lish uchun soya va tuz solamiz. 10-15 daqiqa yaxshilab qovurib olamiz va 20 daqiqaga go'shtni dimlab qo'yamiz. Go'sht shira tortib, mazali bo'lib pishib turguncha tomatli sousini tayyorlab turamiz. Tomat pasta, suv, tuz va shakarni yaxshilab aralashtirib olamiz. Sousimiz tayyor. Shira tortib pishgan go'shtning ustiga tayyor bo'lgan sousni quyamizda yana 10-15 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Iskandar kabobni nonsiz tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Sal suvi qochganroq non bo'lsa, undan ham yaxshi. To'g'ralgan nonlarni duxovkaga solib qarsillatib olamiz. Bu taomni qatiq bilan yeb ko'rganmisiz? Eng mazza beradigan qatiqli salata bo'ladi. Yog'i olinmagan suzma, smetana, tuz solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Bu arada go'sht ham xil-xil bo'lib mazali bo'lib tayyor bo'ldi. Hattoki ustalar ham eshikdan nima taom ekan deb mo'ralab qo'yishdi. Idishlarga non va uni ustidan pishgan go'sht, qatiqli salatlarni solib, ustalarga birin-ketin tarqatishni boshladik. Xonadonimiz yangi mahallalar bo'lgani uchun deyarli atrofimda hamma xonadonda viloyatlardan kelib yotib ishlayotgan ustalar juda ham ko'p. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Aytgancha ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga iftorga keling.